Xo'p, kommentariyalarda bitta mijozimiz eng qalin sifat yaxshi gilamlaringizdan ko'rsating, orzularni ko'rsatmasdan narxini qizig'i yo'q deb yozishibdi. Aynan sizlar uchun o'ziga eng komfortli xohladigan, eng yaxshisini ilinadiganlar uchun gilamlarda eng luks kopiyalarni ko'rsatamiz. Hozirgi kunda eng trend bo'layotgan narx jihatdan ham, sifat jihatdan ham hammaga yoqadigan 5 ta qalin gilamimizni arzon narxda qo'yib beramiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib ko'rish eslangdan chiqmasin. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. 3-4 kundan beri ishlar bilan bo'lib video qo'yolmagandik. Bugun xudo xolasa eng qalinini so'raganlarga video o'tkazmasdan xotirjam bo'lib ko'ringlar. Eng zo'rlarini, narx-navolarni arzonroq qilib qo'yib berishga harakat qilaman. Xo'p, boshladik bo'lmasa. Birinchisi eng qimmatdan boshlayveraylik. Hozirgi kunda turetskiy gilam olaman, Eron gilamini olaman degan mijozlarimiz uchun eng oxirgi dizaynda buni 10-15 xildan ortiqroq fasonlari, modellari bor. Hozir o'zimizga eng yoqqanlarini obzor qilyapmiz. Qalinlik jihatdan eng qalinlari bo'ladi. Bularni bir donasini bir kishining o'zi ko'tarish qiyinroq bo'lganligi uchun yerda turgan holatda boshladik. Zichliklarini bitta ko'rsating yaqindan. Zichligi qo'l bilan ochib bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Materiali ham bulardagi umuman sintetik emas. Orqa to'quvlarini ham zichligini ko'rsating. Hozirgi kunda 1,5 ming zichlik deb sotilayotgan gilamlar bilan bir xilda ishlangan. Yurganda ham boshqachangi komfortlik beradi. 1 kvadrat metr narxini so'zib o'tirmaylik. 1 kvadrat metri eng minimum 300 ming so'm, 350 ming so'm yoki 380 ming so'mga sotiladi. Faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun narxini 270 ming so'mdan qilib beramiz. Faqat obunachilarimiz uchun 270 ming so'mdan. O'zi bu gilamlar 300 mingdan balandroq sotiladi, chunki qimmat, boshqa joylarda qimmatroq olib kelinganning hisobiga ko'proq ushlab qolinadi. Biz endi reklama, o'zimizni reklama qilib, hech qanday blogerlar o'zimiz reklama qilganligimiz uchun narx-navolarni aytib o'tganimizdek 270 ming so'mdan qilib beramiz. Endi buning narxi qimmatroq ekan. Menga xuddi shunaqangi ko'rinishni bersam, material ham xuddi shunaqa bo'lsin, lekin narxi arzonroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun yangilik variantni olib kelib qo'yganmiz. Modellari o'xshaydi bir-biriga. Bu ko'rsatgan gilamimiz ham materiali sintetik emas, 100% paxta poliesterli bo'ladi. Zichliklari ham eng yaxshisidan, to'g'lanishlari ham ikki tomondan ikki xil to'g'lanadi, chunki vorsini balandligi, lansetini balandligi hisobiga bir tomonga o'sha yangi pachkadan ochilganda yotib turadi vorsi, shuni hisobiga nisbatan bir tomondan ochroq, bir tomondan to'qroq ko'rinadi. Ularda ham umuman sintetika bo'lmaydi. Hozirgi kunda narx jihatdan ham, sifat jihatdan ham hammaga yoqayotgan gilam. 1 kvadrat metri minimum 180 ming so'mdan 200 ming, 220 ming so'mga sotiladi. Xo'p, narxini taxmin qilgan bo'lsangiz, endi men aytaman. Ataga 145 ming so'mdan qilib beramiz 1 kvadrat metrni. Xo'p, razmeri 3,5 metrga 7 metr. Misol uchun siz joyingiz 4 metrga 5 metr bo'lsa, 20 kvadrat bo'ladi. 2 million 900 ming so'm bo'ladi. 4 ga 5 uy, menimcha hovli uylarda 90% 4 ga 5 uy bo'ladi, mehmonxonalar. 4 ga 5 larda 2 million 900 ming so'm. 1 kvadrat metri ataga faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun oxirgi taqalgan narxi desak ham bo'ladi, 145 ming so'mdan qilib beramiz. Bu narx menimcha gilamiz sifatiga nisbatan ancha arzon deb o'ylayman. Xo'p, uyda og'ir mebellarni ko'proq ishlatadigan mijozlarimiz uchun, misol uchun ugaloy yoki stol stullar ishqibozlari bo'ladi. Menga stol stullar o'rni chiqib qolmaydigandan bo'lsin, 10 yil, 15 yilda ham o'zini xususiyatini yo'qotmaydiganroq bo'lsin. Nimasi bo'ladi? Material qirqilib qolmaydigandan va eng yaxshisidan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun qalinligi eng zo'r. Hozirgi kunda masjidlarimizga solinayotgan gilamlarni qalinligiga o'xshab chiqadi ulardagi. Gullari ham o'ta skromniy bo'lib chiqqan. Qalinligini ko'rsating. Qalinligi qalin. Eng og'ir mebellarni qo'yib ishlatgan taqdiringizda ham buni vorslar yotib qolmaydi yoki orqa to'quvlari qirqilib qolmaydi. Sababi o'ta zich, o'ta qattiq qilib ishlangan bu gilam. Razmerlari 3,5 metrga 6 metr. 1 kvadrat metri bulardagi 200 ming so'mdan tepada sotiladi. Hozir ko'rsatgan gilamlarim arzonchi gilamlar bor. Eng luks, eng yaxshisini olaman deganlarga shu turishini 5 million, 5,5 million so'm bahoga sotiladi bozorlarda. Eng yaxshi gilamni ko'rsam 5 million, 5,5 million ekan deydi. O'sha gilam bu 1 kvadrat metrni faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga aytib o'tganmiz, 180 ming so'mdan qilib beramiz. Shu turishi 3,5 metrga 6 metr. Xo'p, 3 million 600. 3 million 780 ming bo'ladi shu turishi. 3,5 metrga 6 metr. 1 kvadrat metr aytib o'tganimizdek
180 ming so'mdan. Bunaqa narx, bunaqa sifatga menimcha hozirgi kunda chunki gilam sezon, to'ylar sezon bo'lgani hisobiga menimcha yo'q deb ham o'ylayman. Xo'p, qalinligi, materiali shunaqangi bo'lsin, narxicha nima bo'ladi, rangi nisbatan to'qroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metri buni ham 180 ming so'mdan qilib beramiz. Hamma razmerlari bor. Eni 80 santimetrdan eni 5 metrligigacha komplekt so'raganlarga mana. Eni 80 santimetrlik, eni 1 metrlik komplekt daroshka so'raganlarga ushbu ko'rsatgan hamma gilamlarimiz komplekt daroshkalari bor mana. Qalinligi va kesilgan joyidan bitta ko'rsating-da. Mana qalinligini ko'ryapsizmi? Bu ko'rsatilgan gilamlar arzonchi gilamlar emas. O'z gilam ko'rinishi videoda ham aytadi. Hamma razmerlari bor. Endi 5 metrlik uylarga ham tushadigan razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. Bu ko'rsatilgan razmeri 3,5 metrga 7 metr, narxi 3 million 780 ming bo'ladi shu turish. Eng kami 5 million 5,5 million so'm narx aytib 4,5 millionga sotiladi bozorlarda. Orsi bo'rttirish hojati yo'q. Eng yaxshisini misol olaman deydigan bo'lsangiz 7 metrli uyga kami 4,5 million so'mga olasiz. Shunaqa eng yaxshi ilonimizni faqat obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga biz auditoriyamiz ko'payishi uchun bitta ba'zi ikkita uchta sotish maqsadimiz. Shuning uchun narxini 180 ming so'mdan 1 kvadrat metrdan beramiz. Xo'p, keyingi ilonimizni ham ko'ring. Bu ochiqroq svetni o'ziga xohlayotgan mijozlarimizga. Uch yarim metrga 6 metr. Bularda ham hamma razmerlari bor. Bir kvadrat metrini oxirgi ilonimiz 1 kvadrat metrini oldingi videolarimizda 155 ming so'm qo'yganmiz. Hozirgi kunda bularimiz sanali qoldi desa ham bo'laveradi. Uni yangi kassalar almashyapti. Shoshilib ulgib olamiz. Menimcha 10-15 kun oralig'ida bularimiz ham tugab qolsa kerak. 135 ming so'mdan 1 kvadrat metr. Bular sintetik gilam emas, o'zimizni naturalniy gilamga o'xshab chiqadi mana. Zichlilariga nisbatan, qalinligiga nisbatan sifati o'ta sifatlisidan bo'ladi. Materialni ko'rsating. O'ta momoq, sintetika aralashmagan, orqalari 100% mayda to'qilgan bo'ladi. Koja deysizmi, Popi deysizmi, eng brendiy gilamlar ko'rsatyapman. Xo'p, bundan tashqari shu oldingi videolarimizda qo'ygan 1 kvadrat metri 50 ming so'mdan boshlab 270 ming, 280 ming so'mgacha bo'lgan gilamlarimiz hamma razmerlari bor. Kavralik palosisilar misol uchun yoki detskiy xonalarga detskiy gilamlarimiz. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi 210 ming so'mlik gilamlarimizdan ham hamma razmerlarni olib kelib qo'ydik. Xo'p, metrajni so'raganlarga bu tomonda metrajlarimiz ham bor. Qo'ldan kelgancha sizlarga assortiment yangilarini olib kelib berishga harakat qilyapmiz. 1 kvadrat metr 145 minglik, 1 kvadrat metri 135 ming so'mlik va 75 ming so'mlik gilamlarimizdan assortiment ozayib qolgandi. Yana olib kelib to'ldirib qo'ydik. Hamma razmerlari bor. Eng sifatli o'ziga yoqtiradigan mijozlarimiz uchun xullas hamma imkoniyat qilib qo'yganmiz. Farg'ona, Marg'ilon bo'ylab dastavkalar mutlaqo bepul. Boshqa viloyatlarga gilamni soniga qarab imkon qadar besplatniy qilib berishga harakat qilamiz. Sababi bir dona gilamni o'ziga dastavka qilib beradigan bo'lsak, o'z bilasizlar, narx-navodan qimmat sotamiz. Shuning uchun bizga qobilmay qoladi, lekin sizlarni manfaatlaringiz uchun narx-navozni arzonroq qilib taksi xizmati orqali misol yetkazib beramiz. Xo'p, bundan tashqari boshqa ma'lumotlar olish uchun bemalol ekran tagidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilimiz boshida ham aytib o'tdik. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilamlari markazi. Bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Videoda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, hammalaridan uzr so'raymiz. Bemalol kelaverasizlar. O'sha aytib o'tganimizdek, oxirgi ko'rsatgan kassam 135 ming so'mlik. Ularimizdagi soni ozroq qoldi. Где-то 500-600 kvadrat yonverdi. Telefon qilib bemalol zakaz qilishlari mumkin. Ulgurib qo'yinglar. Soni oz qolganligi uchun narx-navosini 1 kvadrat metrni 20 ming so'mdan o'tib hisoblayapmiz. Xo'p, shu Ziyo markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Biz uchun bitta like bosib qo'yish eslaringlar chiqmasin. Hammalaringga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat hammaga.